Kadastr agentligi hamda Davlat kadastrlari palatasi Qashqadaryo viloyat boshqarmasi tomonidan ushbu tizimda faoliyat yuritayotgan xotin-qizlar o'rtasida ilmli ayol jamiyat ko'zgusi mavzusida seminar trening o'tkazildi hamda tizimda faoliyat yuritayotgan xotin-qizlar uchun sayyor qabul tashkil qilindi. Ma'rifatli jamiyatni ma'rifatli ayollar barpo etadi. Ular dunyoqarashi qanchalik keng bo'lsa, shunchalik mavqei ortadi va o'zini namoyon etadi. Shuning uchun ham ilmli ayol jamiyat ko'zgusi deyiladi. Shahrisabz tumanining Mirak shaharchasida o'tkazilgan seminarda ayni shu mavzuda so'z bordi. Mamlakatimizda xotin-qizlar har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularni jamiyatdagi o'rnini mustahkamlash, kasbiy salohiyatini oshirish borasida tub o'zgarishlar yuz bermoqda. Jumladan, hurmatli prezidentimiz tomonidan ilgari surilayotgan bu tashabbuslar asosida so'nggi yillarda xotin-qizlar manfaatlarini himoya qilish, ularning salomatligi, ta'limi, mehnat salohiyati va huquqiy bilimlarini mustahkamlashga qaratilgan tizimli islohotlar amalga oshirilmoqda. O'tgan 2024-yilda boshqarmamiz va tuman shahar filiallarida faoliyat yuritayotgan xotin-qizlarning salomatligini muhofaza qilish maqsadida 72 nafar kadastr ayollari tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Ular orasida sog'ligi bilan bog'liq muammolarga duch kelgan xodimlarga yordamlashilib, ko'mak berilgan. Oliy ta'lim olishni istagan ayol xodimlarimizni sirtdan tahsil olayotgan 9 nafariga to'lov shartnomalari xarajatlarini ham to'lashda boshqarmamiz tomonidan moddiy yordamlar ko'rsatib kelingan. Bu esa shu ayol xodimlarimizni ham o'sha bilim salohiyatini oshirish, kasbiy malakasini yuksaltirishga bevosita xizmat qiladi. Bularning barchasi bir narsani yaqqol ko'rsatadi. Kadastr tizimidagi xotin-qizlar faqatgina sohani rivojlantirishayotgan emas, balki o'zining ijtimoiy faolligi, bilimdonligi va tashabbuskorligi hamda jamiyat taraqqiyotiga munosib hissa qo'shayotganligining kuchidir. Shu bois kelgusida ham xotin-qizlarning salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish, ularni har tomonlama ijtimoiy va kasbiy jihatdan qo'llab-quvvatlash yo'lida barcha zarur choralarni ko'rishda davom etamiz. Bir so'z bilan aytganda, yer tuzuvchi, kadastr mutaxassisi, geodezist, topograf, kartograf deyilganda ko'z oldimizga zabardast yigitlar keladi. Vaholanki bugungi kunda shu sohada mutaxassislar orasida 76 nafar nozik xilqat sohibalari, ya'ni xotin-qizlar ham faoliyat yuritib kelmoqda. Qashqadaryo viloyatida faoliyat yuritayotgan jami xotin-qizlarning 24 nafari oliy ma'lumotli, 19 nafari o'rta maxsus, 15 nafari o'rta, 18 nafari tugallanmagan oliy ma'lumotga ega xodimlarni tashkil qiladi. Hozirgi kunda bizning tashkilotimizda 478 ta erkak ayol ishlaydi. Shundan 102 tasi xotin-qizlar tashkil qiladi. Bizning tashkilotimizda xotin-qizlarga juda ham ko'p sharoitlar, qo'llab-quvvatlash bo'ladi. 2024-yilda olib qarasak, 2 nafar xotin-qizimizga jarrohlik amaliyoti o'tkazish maqsadida moddiy yordam ajratilgan. 9 nafar ayollarimizga esa ijtimoiy himoyalash va oilaviy sharoitlarini yaxshilash maqsadida lavozim okladining bir baravari gacha moddiy yordamlar berilgan. Mamlakatimizda xotin-qizlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning jamiyatdagi o'rnini mustahkamlash, kasbiy salohiyatini oshirish borasida tub o'zgarishlar yuz bermoqda. Jumladan, davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan tashabbuslar asosida so'nggi yillarda xotin-qizlar manfaatlarini himoya qilish, ularning salomatligi, ta'limi, mehnat sharoitlari va huquqiy bilimlarini mustahkamlashga qaratilgan islohotlar amalga oshirilmoqda.